Minecraft, lekin biz quruvchilar jangi o'tkazamiz. Qanunda let's go. Men bilan birga qishloqijon salomlash. Salom do'stlar, sizlar bilan qishloqijon. Bugun biz qishloqlar quruvchilar jangini o'tkazamiz. Unda ketdik. Birinchi nima qilamiz? Kema qilamiz. Shaxta bilan kemani. Bu aytgusi paslar cho'chay. Sanki pas. Do'stlar, birinchi navbatda biza oppoq bo'ladi. Yo'q, haqiqiy o'lim kemasi bo'ladi. Bizlarni qishloqijon eshitmayapti. O'shandan foydalanmasak bo'ladi. Do'stlar, unda qilishni boshladik. Men unchalik yaxshi bilmayman-u, lekin harakat qilib ko'raman. Bunday yo'q, kattaroq. Bunday. Ichi bo'libdi. Bundoq. Siz qanday kema qurgan bo'lardingiz? Kommentda yozib qoldiring. Bunday qilib ketaveramiz do'stlar. Mana do'stlar, bizni kemamiz bitdi. Qishloqjon bildingmi? Ketdak sabr degan narsa bormi? Kutib tur, hozir aytaman. Mayli. Mana do'stlar. Ko'p vaqt ketdi, ammo qildik. Birinchi navbatda do'stlar, nima qilsak? Mana sizlarga ko'rsatib chiqaman. Mana bu yoqqa super isining kallasi bor. Ya'ni deyarli kallasi. Mana bu yoq, mana yotoqxona. Mana bu yoq esa bu kapitannikida, Jack Tullakniki. Bu qamoqxona ham bor. Ana birinchi bu qamoqxonani ko'rsataman. Mana bu qamoqxona. Endi keyingisini ko'rsataman. Mana bunisi do'stlar. Bildingmi qishloqi? Hozir. Do'stlar, qishloqni asta poylaymiz. Zo'rku. O'zi eshitmayapti bizlarni hozircha. Ko'rib qolmasin. O'zbekiston. O'zbek siyla do'stlar. Hoziroq obuna bo'lib qo'ying. Poti-ya. Ular kimniki zo'r aytasizlar keyinroq. Mayli, qaramay turamiz. Mana kiryapman qishloqijon. Mana. Yev. Do'stlar, buni qarang. Haqiqiy-ku. Menikam lekin yomon emas. Hali sen buni ichlarini ko'rmading-da. Ichlari zarurmi menga? Obunachilarga ko'rsat, o'zing ko'rmasang ham-da. Mayli. Obunachilar qaranglar. Mana bu yoqdan o'tirib tomosha qilib ketadi o'zicha. Yana nima? Aytgusi paslar uchun tushuncha. Bir roy. Rolmi? Mayli. Na. Bunaqa qilib o'tiramiz. Rasmlar. Bu yoqqa. Yotoqxona. Tushunarli. Tasa qolib ketibdi. Mayli. Do'stlar, kimniki zo'r kommentda yozib qoldiring. Endi do'stlar, ikkinchi raund. Do'stlar, ikkinchi qismimiz yaqinda chiqadi do'stlar. Obuna bo'ling va
like bosing do'stlar. To'g'ri, ikkinchi qism yaqinda chiqadi. Shuning uchun hozir obuna bo'ling do'stlar. Qaranglar, shuncha mehnatimiz ketdi. Ikkinchi qism chiqishi uchun shu videoning tagiga 50 ta dona like bo'lsa bo'ldi. Shundan ikkinchi qismni chiqaramiz. Meni Telegram kanalim bor, o'shanga ham o'tib qo'ying. Mana anu silkasi. Aytgancha